Qo'limdagi ko'rib turgan mana tikuv mashinalaring narxini aytsam hayron qolasizlar. Oldin bu $280 sotilgan, hozirda buni $200 qilib berishmoqda. Kamerani olib keling-da. 3 donani $200. Qaranglar, $200, $200, bu ham $200. Mana bu dazmolni ham $50 qilib beramiz. Undan tashqari ikkalasini olsangiz $250 bo'ladi. Bundan tashqari hozir biz Andijon asakasidamiz. Ko'rib turgan averlolar oldin $300 sotilgan. Agar $300 ga olaman desangiz, ber. Mana bu dazmolni ham qo'shib beramiz. Agar dazmol kerak emas desangiz, mana bu ko'rib turganlaringiz $250 dan. Bizdagi bu jak mashinalar hammasi original. Bularning har bittasiga 3 yil, ya'ni og'zaki bas sertifikatli litsenziyasini beramiz. 3 yil davomida mabodo buzilib qolsa, garantiyasi bor, borib tuzatib berishadi. Bundan tashqari bizda tikuv mashinalari zapchaslari ham, qaychilari ham bor. Manzilga keladigan bo'lsak, Bizning manzilimiz Asaka tumanida joylashgan, Hamkorbank yonida. Sizlar uchun qulay bo'lish uchun mo'ljal Obrohat kafesining ro'parasida joylashgan. Pastda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lansalar ham bo'laveradi. Sizlar bilan jamoa bo'ldi.